Qandli diabet xavfini oldindan aniqlash mumkinmi? Ko'pchilik qandli diabet qonda qand, ya'ni glyukoza miqdorini oshib ketishi deb o'ylashadi. Lekin mana shu kasallik organ va sistemalarga zarar yetkazishini siz bilarmidingiz? Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'yicha 537 million aholi qandli diabet kasalligiga chalinar ekan. Lekin ularning yarmidan ko'pi buni kech bilar ekan. Bugun siz bilan mana shu qandli diabet kasalligining boshlang'ich belgilari haqida gaplashamiz. Birinchidan, doimiy chanqoq hissi, ya'ni og'iz qurishi. Ikkinchidan, doimiy ochlik hissining paydo bo'lishi. Uchinchidan, ko'p miqdorda siydik ajratish. To'rtinchidan, vazndagi o'zgarishlar, ya'ni vaznning sababsiz ortishi yoki kamayish holatlari. Beshinchidan, charchoq, holsizlik, uyquchanlik. Oltinchidan, ana shu ko'z o'tkirligining pasayib ketishi. Yettinchidan, teridagi o'zgarishlar, ya'ni teri qishishi, teridagi yaralarning sekin bitishi. Mana shu yaralarning og'ir formalarida yiringli yaralarga o'tib ketish holatlari ham yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda bizda Qarshi shahrida Evramed Plus ko'p tarmoqli tibbiyot markazida har payshanba kuni qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda qonda qand miqdorini aniqlash mutlaqo bepul o'tkazilyapti. Mana shunaqa bemorlar agar murojaat qilishmoqchi bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.